Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Renzo. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, bugungi videoroligimizga har doimgidek faktlardan bo'lib, ya'ni bu oddiy fakt emas, horror faktlardan iborat bo'ladi. Qani men videoni cho'zmay, video boshlandi. Sizlar bo'lsa videoga like bosib, kanalimga ozroq obuna bo'lib qo'ying. Har doimgidek o'yinchilar o'z vijvaniyasini davom ettirishyapti. Ikki kishi bo'lib ular vijvaniya qilishyapti oddiy merga kirib. Mana kech ham tushib qolishgan edi. Ular shaxtadan chiqishayotgan edi bitta o'yinchi esa bu yoqqa borib sigirni oldiga borishayotgan edi. Ikkala o'yinchi ham shu sigirni oldida o'tiryapti. Sigirga termilib o'tiryapti garochi ikkovi ham. Yo, nimadirlar deb yozib tashadi. Sigirga termilyapti, xuddi uni xotini. Yo, zombilar kelyapti bu yoqdan. Yo, yana bitta o'yinchi ichiga kirib ketdi. Sigirni ichiga kirib ketdi. Uni menimcha ichiga fakel qo'yib qo'ydi. Voy, zayba. Sigirga termilaveradi. Va nihoyat sigir oldidan ketishyapti. Sigirga termilib qo'yishyapti. What the fuck? Mana menimcha ertalab ham bo'ldi. Ular turib olishyapti. Menimcha oldidagi bola bir chichib kelay deb so'rayapti. Bola bu horror videoga o'xshamayapti juda. Jiddiylashamiz. Ular o'ylab ko'rishibdi. Sigirga berishga narsasi yo'q edi. Ular bir o'yinchini xayoliga kelgan narsani qilib ko'rishmoqchi edi. Sigirga go'sht berib ko'rishmoqchi edi. Qani ko'ramiz bu yog'in nima bo'lar ekan. Ertasi kuni esa chiqib qarashganda sigir o'z joyida yo'q edi va o'yinchi boshqa o'yinchiga sigir o'z joyida yo'q degan ma'lumotni berdi. Ular hayron bo'lishdi. Sigir qanday qilib bu yerdan qochib ketdi va qayerga ketdi degan savollar paydo bo'la boshladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar, bularga javob olasizlar. Uning orqasidan yana bir mob qo'layotgan edi. Uning ismi Pillager. Ya'ni Jitelni qarindoshi desak ham bo'ladi. Va boshqa o'yinchiga u menizmdan Pillager quvlayapti deb xabar berdi. O'sha kun tunda xuddi shunday voqea ro'y berdi. Va buni o'zingiz ko'rib guvohi bo'ling. Ularning o'rtadan qandaydir mavjudot qo'yayotgandek tushdi. Va u albatta mob sigir edi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, u joyida yo'q edi va ularni o'ldirishga u qandaydir zararlangan, ya'ni maxluqqa aylanib keldi. O'yinchilar esa o'sha mobdan juda ham cho'chishayotgan edi. Va ular qattiq sarosimaga tushib boshlab, ular bir-biriga yoza boshladi. Boshqa o'yinchi esa eshik oldiga borishga harakat qildi va qaradi eshikdan. Bu yerda esa mob, ya'ni maxluq turgan edi, sigir. Va ular rosa qo'rqib ketishdi va ortiga qaramay qochishdi. Maxluq mob eshikni buzib kirishga harakat qildi va ular derazadan sakrab qochishdi. Uni ham istab maxluq mob, ya'ni sigir mob uladi. Ular doimo qochishni boshladi va ular juda ham qattiq cho'chishgan edi.
ularning izidan kelayotgan Mopsigir esa ularni qandaydir qasos olishga undadi. Va ular qochishda davom etishyapti va otlarga qaradi va Mopsigir kelayotganini ko'rishdi. Ular yana qochishdi. Ularning izidan tinmay kelayotgan maxluq kadrda o'yinchilarga Mopsigir yetib olishga ozgina qolgan edi va Mopsigir eshikni ham buzishga harakat qilmoqda. Ular to'rdan asta-sekinlik bilan chiqishayotgan edi va u o'yinchi ochildi eshik, ya'ni kondan chiqish eshigi ochildi deb xabar berdi. Va ular birgalikda kondan chiqib olishdi va ertalab ham tushmoqda, ya'ni kunduzi tushmoqda. U o'yinchi nariga qarab ketdi va boshqa o'yinchi ham uning ortidan yura boshladi. O'yinchilar menimcha endi xavfsiz holatga tushdi va bu teshikni kirib ketdi bitta o'yinchi va ortiga qaytib chiqdi. Va bu teshikni polni ular yopib tashladi. Bu o'yinchi ochib ko'rdi va yopib qo'ydi. Menimcha ular endi xavfsiz joyda. Obunachilar sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolaman. Meni mehnatimni qadrlagan holda ushbu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bizlar tez orada 3 ga bo'lishimiz kerak. Hammaga xayr obunachilar. Men sizlar bilan Ranzo bo'ldim. Albatta shu videoga 300 ta like yig'ilsin, keyingi video chiqadi. Hammaga omad bo'lib, men videoni tugataman.